menga turmushga chiqasizmi? Bo'ldimi? Shumi? Siz menga shuni ravo ko'rdingizmi? 4 ta gul bilan bitta o'ziga olib kelsam rozi bo'ladi deb o'yladingizmi? Normalni odamlarga o'xshab, sohil bo'yidami, merime qila olmaysizmi? Ja, xarajat qilgingiz kelmasa, birorta konsertga qilsangiz ham mayli edi. Nima men shunaqa arzon qiz ko'ryapsizmi? Normalni odamlarga o'xshab, chiroyli sohil bo'yida do'stlarimizni yig'ib, merime qila olmadingizmi? To'g'risini aytsam, merime qilish xayolimda ham yo'q edi. Ommaning oldida samno qilayman. Men uchunchi? Iltimos, menga shunaqa narsalar qildirmang. Nima xohlasangiz qilib beraman. Mahrga nima so'rasangiz olib beraman. Hayotingizda qanaqa orzungiz bo'lsa, Allohning qudrati bilan qilib beraman. Faqat iltimos, hammani yonimda meni sizalatmang. Men ham baxtimizni hammaga ko'z-ko'z qilgim kelmaydi. Bilasizku, mana shunaqa narsani orqasidan qancha oilalar ajrashib ketishyapti. Menimcha baxtimizni insonlarga ko'z-ko'z qilmagan yaxshi. Bo'ldi. Qilmayman deb qo'ying, tamom. Xullas, merime bo'ladi, men rozi bo'laman. Bo'lmasa rozi emasmisiz? Yo'q, men merime xohlayman. Nimaga tushunmaysiz? Sohilda sharlar, gullar, muzikalar bilan siz menga shunaqa o'tirib, sevgi izhor qilib uzuk taqsiz. Dushmanlarim shunaqa kuyganda o'lib qoladi, bor-ku, bilasizmi? Xullas, merime bo'ladi, to'y bo'ladi. Qayerga?